assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Feruza opa, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Erta tongda siz bilan bog'lanmoqchi bo'ldik. Telefoningizni ko'tarmadingiz. Feruza opa, bugungi tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin opajon. Rahmat. Ilohim tanajoningiz sog', farzandlaringiz baxtiga doimo sog' va salomat bo'lib yuring opa. Rahmat. Aytganingiz Salomat bo'ling. Feruza opa, biz tabriklar loyihasidan sizni bezovta qilyapmiz. Opajonim, bizning tabriklar loyihamizga siz uchun chiroyli bir dalilnomalar kelib tushgan. Nima deb o'ylaysiz? Ushbu chiroyli dalilnomalarni qadrli va qadrdon insonlaringizdan kim yo'llagan bo'lishlari mumkin? Voy, bilmasam. Sen yo'llagandir balkim. Yana taxminingiz bormi? Yo'q, faqat film bo'lishi mumkin. Unda birozgina qimmatli vaqtingizni men uchun armug'on aylasangiz, ushbu omonat tabriklarni sizga o'qib eshitiraman va so'zimiz oxirida kimdan ekanligini bilib olasiz, maylimi? Mayli. Unda bizni diqqat bilan tinglang. Assalomu alaykum. Men uchun qadrli, qadri bebaho bo'lgan mehribonim, jannat nurli, samimiy onajonim. Bugungi biz uchun ulug' bo'lgan tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Doimo baxtimizga sog' va omon bo'lib, har doim yuzingizga yarashib turgan tabassumingiz sizni tark etmasin. Alloh bizni baxtimizni chaqnab turgan ko'zlaringiz ila ko'rsatishlikka qodir qilgan bo'lsin. Onajonim, sizga ko'p ayta olmagan bo'lsam ham, bilingki, men sizni juda yaxshi ko'raman. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Men ulg'ayib farzandlarim bo'lganda ham hozirgidek yosh va chiroyli bo'lib turing. Dadam bilan qo'sha qarib, baxtli hayotda eng baxtlisi bo'lib yashang. Bahorlarga o'xshar yuzingiz, quyoshlarning qizisiz onam, eng chiroyli gulsiz o'zingiz, siz gullarning gulisiz onam. Ta'rifingiz doston olamga, qog'oz yetmas yozsam qalamga, ziynatdirsiz ko'ngil dalamga, siz gullarning gulisiz onam deya ayni damda mehriboningiz, qaro ko'zingiz o'g'lingiz Behruzjon hamda doimo siz bilan birga bo'lgan umringizni oxirigacha yonma-yon sizga suyanchiq bo'lgan turmush o'rtog'ingiz Boburjon aka ham sizni tabriklab, qutlab, doimo baxtimga sog' bo'lgan onajonisi degan shirin so'zlar ila sizni qutlamoqdalar. Rahmat. Umringiz bo'lsin. Tanajon sog' bo'lsin. Makkaga imom bo'lsin. Ilohim aytganingiz kelsin opajonim. Mana shu farzandlaringiz baxtiga doimo sog' va salomat bo'lib yuring. Bizning baxtimizga iloyim uzoq bo'lsin. Ilohim o'qimishli bo'lsin. Ilohim niyat qilgan niyatlariga yetsin. Ilohim xohlasa qorilardan bo'lsin iloyim. Ilohim aytganingiz kelsin opajonim. Doimo mana shunday qadrdonlaringiz hurmatida, e'zozida bo'lib, Bobur aka bilan chiroyli hayot kechirib, mana shu mehribon farzandingizni baxt kamolini ko'rib yurishlik sizga nasib aylasin. Rahmat. Salomat bo'ling. Feruza opa, men uchun ajratgan qimmatli vaqtingiz hamda ajoyib suhbat uchun sizdan minnatdorman deya, ushbu loyihaning sevimli boshlovchisi Sohiba Qurbon va siz bilan jonli qo'ng'iroq ila aloqada bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling. Allohga omonatsiz. Sog' bo'linglar. Rahmat, salomat bo'ling. Onajonim, siz mehribonim. Onajonim, siz xushsabr